burka bo'lib top-toza tursa feyzli bo'ladi, baraka kiradi deydilar-ku. Hayotingda ham atrofingda gryazli musor odamlar bo'ladi ekan. Shular ham har vaqt burka tozalab turish kerak ekanda. Atrof muhitni, atrofdagi odamlarni, odamning hayotini, fikrlashini, o'zini o'zi haqidagi fikrini, odamlarni u haqidagi fikrini, endi u odamlar uni gapi bilan sana fikr berib tursa, ham gryazli musorlik bo'ladi-dan, dim katta ta'siri bo'ladi ekan. Misol shunday hollar ko'p bo'ladi. Bir odamni doniyman, bir yilotda yashayman, odini bilaman, salom alik aytgansam uzoq bir 2-3 marta salom alik aytganman. Lekin yaqindan donimman, yaxshi bilinman, ulam shunday. Bir görüşkan vaqtda yanqi cho'kib olib, zarini sochib, bir nom yo'qotib, bir o'zlari meni yeri urchak olib, meni yomon ko'rishini shuning bildirib turadi-da. Keyin o'ylanib qalasam, nechun aytib turibdi, sen meni bo'lmayman, urushmayman, donimasak bir-birimiz deb miyasi tuqib qoladi. Ashunday vaqtda yani gryazli musorli bo'ladi-ku endi. Sen yo'q vaqtingda seni yomonlab, qaralab, o'zini oppoqatib ko'rsatib, seni suvini siqib, duz solib yanqiga ichirgan bo'ladi. Bundan miyasi yo'q emasmi? Sen anaga vaqtda deb gakirib beradi keyin. Ashunday joylar ham bo'ladi. Qiziq joy ulara sen unniysan, mening debsan, umuman kerakmaydi. Uy burkatgan vaqtda musorlarni so'kib qarg'abirimiz-ku, foydasi yo'qligini bilamiz. Siramiz, yuvamiz, burkat tamam. Ular ham shu burkatib, sirib yuvib qo'yish kerak ekan dejekman. Bu video hammaga tegishli emas. Uy burkatgan vaqtda atrof muhitda hayot ham qarab turib burkatib tozalab olish kerak ekan dejekman.